shifokorlar xirurg mutaxassislarini aytishi mumkin, o'zim xirurg o'laroq. Demak, ishda operatsiya jarayonida umuman sovuqqon bo'ladi, to'g'ri aytyapsiz. Sovuqqonlik bilan yondashadi. O'tda emotsiyaga berilish, shoshma-shosharlik bilan qaror qabul qilish, shunaqa narsa bu ish jarayonida to'g'ri kelmaydi. Albatta, hammasi o'ylangan taktika asosida, operatsiyaning texnikasi oldindan rejalashtirilgan. Shuning uchun rejali operatsiya deyiladi. Oldindan reja tuzib olingan holatda, konsilyum qilgan holatda keyin operatsiya jarayoni boshlanadi. Maza qilgan joyi u pul olishmasin-da. Bemorlar tuzalib unga rahmat aytganda, duo qilganda eng maza qilgan joyi shu bo'ladi. Ko'p shifokorlar meni gapimni demak tasdiqlaydi. Shifokor uchun eng maza qilgan joyi o'sha tuzalgan bemori kelib, doktor sizga rahmat, baraka toping, siz shunchalik savatchi bo'ldingiz, shu shifo topdim shu xastalikdan, batamom tuzalib ketdim desa, ana o'sha joyi eng maza qiladi. Ana o'sha joyini eshitish uchun ham o'zini ustida ishlayveradi, yonaveradi. Birovni sog'lig'i uchun, bemor sog'lig'i uchun haqiqiy fidoyi shifokor shunaqa bo'ladi. Men ishonch bilan ayta olamanki, O'zbekistondagi ko'pchilik, aksariyat shifokorlarimiz shunaqa. O'z kasbining mohir ustasi va fidoyi shifokorlar. Men har doim o'zimizni kasb egalarimizni, kasbdoshlarimni juda ham hurmat qilaman.